Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 13-may Urganch Dekkan bozor dollar kursi bilan sizlarga Infibankni aytib o'tamiz. Bugungi holatlarni ko'radigan bo'lsak, yana ko'rib turganlaringizdek, bugun Infibankda shunday holat ekan. Bozorga boramiz, bozordagi holatlarni o'rganamiz. Mana sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Agar balon, akkumulyator kerak bo'lsa, shu magazinga murojaat qilarsa, Optim. Agar sataman men ham olib ekitib uyanaman desangizlar, ana bu yerdan magazin ochsangizlar, undan ham arzon qilib beradilar. Xullas, telefon nomerlari ekranda chiqadi, shuni ko'ringlar. Ranga qara. O'shunga olib tashlab. Baba, Leboy mashina ochadi. Shu 4 oyoqda yurib turgan mashina bo'lsa bo'ldi. Leboyni tushadi. Balonlarni eldi. Eng birinchi o'rinda turadigan balon. Damaschi, labochilarimiz uchun eng trendda ketib turgan eng ko'p. Bir kunda 4-5 komplekt sotiladi shu narsadan. Hech qanday oltin yo'llarimiz yo'qdan bizani. Shuning hisobida 80 ming, 90 ming yurib beradi. Bir qo'yilib olingani uchun diska balonning bahasi 2,5 million so'm. 2,5 million shu turishi. To'g'ri ketaveradilar. Xalosalar karmetal. Buni 1,5 bo'lsa beramiz 4 donasini. Tiko, Damas, Matizdan tutib Furog'dan keladi. Ichidan boshlanadi baholari bilan? Baholari 400 ming so'mdan boshlanadi. Ushladizmi bo'ldi, tamam, klient qoldi o'shada. Bu boshqalar o'tib o'tirmaydi. Muroviylar ham hokimiyatdan kelganmiz. Muroviymi? Havo, elektroskuter, Muraviy hamma razmeridan bor. Nexia bo'ladi uni 300 ming so'm. Bu hozir robotchi balon qo'yaman desam 200 ming so'mdan tarafidan topmaydilar. Bu Delcora bak, men ortiqcha gap so'z, izohdan hojati yo'qdan. Bu Delcorni hamma biladi. Obishni akkumulyatorlardan ko'ra 2 barobar ko'proq xizmat etib beradi, zarar saqlashimiz zo'r. Bu upakovka tegadi. İçine ya balon girib, lom bilan otishmadan narsa yo'q. O'zbekistonning Leboy tochkasida ishlamin qiladigan bo'lsa, tozani boradi shura bo'ldi. Mana 12 lik 1, hamda 2, 3, 4 xil assortimentimiz bor 12 likda. 3 oyadan 1 so'm pul minmaydi. To'g'ri keladilar. Misol 2 million so'mlik hajat olinsa, 2 million so'm 3 oy bo'lib to'laydi. Eldan 1 so'm pul to'lamaydi. To'g'ri olib ketadi. 1 oy vaqt beriladi, indikaydan pul to'lab boshlaydi. Bozorga keladigan bo'lsak, bozordagi holatni aytib o'taman sizlarga. Qaranglar. Agar mobodo birja o'ynaydigan bo'lsa, Telegram kanalim silkasini kommentariyada qoldiraman. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar bilib qolasiz o'zgarib kelgandan siz shuni tashimanman. Akşam oynamadı birja, oynamagan deb kutdik. Yo'q, oynamadi. Bugun moshni o'ynash ehtimoli bor deb turibdilar. Xullas, bozor 100 dollarni 1 million 205 dan 1 million 210 dan so'rabdilar. Banka baravarasida, bank baland bozordan. Rubl 155 ming so'mdan 158 ming so'mga 1000 rublni so'rabdilar. Tenge 1000 tenge 25 ming so'm, 100 euro 1 million 350 dan 1 million 380 adon, Türk pulamishi 200 mingdan tutib 250 ming adon Türk pulini so'rabdilar. Euro bilan Türk pulini ustunda satisi 50 mingdan 100 ming adon, rubl bilan dollar satisi 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan o'ynaydi. Bugungi yangiliklarimiz shuningdek. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishni davom qiling.